Hak Yol Cemaati, Pak Yol Sadası. Assalamu alaikum hürmetli vatandaşlar, aziz qarindoshlar. Bugünkü söhbetimizde biz Sharqiy Turkistonning ozodligini qanday qo'lga keltiramiz degan mushu masala ustida qarindoshlar bilan suhbat olib boramiz. Albatta bu nihoyat murakkab va cho'ng masala. Bugun biz faqat uningki ma'lum bir tarafi ustida tahlil olib boramiz. Alloh taolo to'g'risini bilsin qarindoshlar. Bundan 1400 yıl muqaddam ilgiri Peygamberimiz, sevimli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabelerini başlayıp Medine'de müşriklerine karşı küreşini ilip verip en ahırda bu küreşinin kalbi meyvesini qo'lga keltirip şu Medine Münevver'de tünce İslam devletini barlıq keltirdi ve uluk dinimizni üstünlüğü qildi ve şunun bilan birge şu müşriklarninki hayvisini yerga urdi qarindoshlar. Şu vaqtning o'zida Peygamber aleyhisselam ve u zotning atrofidagi sahobalar bo'lsa nihoyatda ojiz bir qo'shin edi. Ammo lekin aytganda Peygamber aleyhisselamning qo'lida haqiqat bo'lganligi uchun Peygamber aleyhisselam şu sahobalari bilan haqiqatda Allah ko'rsatgan yo'lda Allah ko'rsatgan axloqda mustahkam turganligi uchun oxirgi hisobda g'alaba qildi. Bu biz uchun nihoyat go'zal bir o'rnak, intayin yaxshi bir darslik qarindoshlar. Peygamber aleyhisselamning atrofidagi sahobalar bir-birisi bilan shu qadar izchil inoq qarindoshlardan bo'lib ketgan edi. Ular faqat kurashlarda, ya'ni şu cihadi kurashlarda Allah'ın razılığından ibaret bu bir uluk nişanını kalbiga pükkan idi. Ular özara bir-birisi bilan shundoq kuyimchan edi. Düşmanga nisbatan qahrdan qishtinmi so'g'aq edi. Ular shu qadar botir edi, qaysar edi. Ular shaxsiyatchi emas edi. Faqat Allohning roziligi uchun jonlaridan, mollaridan kechiradigan shundoq bir isil insonlar qo'shini bo'lganligi uchun ular oxirgi hisobda g'albini qo'lga keltirdi. Mana mushu darslikdan biz o'rnak oladigan bo'lsak, tajriba oladigan bo'lsak, biz chuqum bu Sharqiy Turkiston inqilobida g'albini qo'lga keltira olamiz. G'alba mehribon Allohning qo'lida. Bizning tirishchanliklarimiz, kurashlarimiz Allohni ta'sirlantirgan vaqtda, Allohning fazliga yetgan vaqtida mehribon Alloh dunyoning g'albisini albatta bizga berdi. Bizning dushmanning ustidan g'alba qilinmayotganligimizning sababi sonimizning ozligi, pulimizning yo'qligi, qurol kuchimizningki yetarli bo'lmayotganligidan emas. Tüp mesele nima deganda biz Allah razı bo'lg'idek haqiqatan Allah ve onun Resulü ko'rsatgan yo'lda mustahkam, mukammal, abadiy chin turadigan vaqtimizda albatta mehribon Allah az qo'shin bilan Xitoy tajovuzlaridan iborat shunda ko'p qo'shinning ustidan g'alaba qildirdi. Chunki Allah Taala shundoq dedi: "Men kimga yordam berdi ekanman, uni mag'lub qilg'uchi hech kim bo'lmaydi" dedi. Undaq bo'lsa, Allohning yordami bizga qachon yetib keladi? Biz Allah ve Allah'ın Resulünün ko'rsatgan yo'lda mustahkam turadigan vaqtimizda, bu inqilobni Allah'ın roziligi uchun ilib boradigan vaqtimizda, inqilob ustidagi qarindoshlarimizni o'zlarimizning bag'irdoshlarimiz deb bilgan vaqtimizda, ularni haqiqiy do'stimiz deb bilgan vaqtimizda, islomiy qarindoshlarimiz deb bilgan vaqtimizda, bu inqilobdan dünyanın şan şerifini emas, Allah'ın razılığını, kıyamet gündeki üstünlüğünü közlep mangan vaqtimizda, ondan biz çoğum bu inqilobda g'albaga erişeliyimiz. Allah Teala bizden yollarımızı şunda dağdan qilib berdi, şunda güzel qilib berdi, iç berdi. Dünyanın vaziyetine bizge paydalık, Xitoy tajovuzchilariga paydasız halatga mehribon Allah ekib berdi. Allah dünyanın vaziyetini bizge paydalı qilib bermasa, biz bu yoqni bassak, bu yoqdan chiqibdi, tezini bassak, mezi chiqibdi deganda bir tarafni o'ngshab kelsak, bir taraf buzilib ketadi, bir tarafni o'ngshab kelsak, yana bir taraf buzilib ketadi. Biz g'albaga erishib bo'lolmaymiz. Shuning uchun birinchi biz g'albaga erishishimiz uchun suyumlik aziz qarindoshlar, bu inqilobni Allah bizga ato qilgan bir farz, bir ibodat,
Bunun qatnaşmasam kıyamet günü menden çokum ağır hesap ayılınıdı. Men kıyametinin dehşetli günüde Allah'ın aldıda baxtsiz bir insan bulup kalımen deydiğen mana şu uluk hissiyatından biz inqilabga pal qatnaşışımız gerek qarindoshlar. Bunu Allah'ın bir fərzi deb bilishimiz gerek qarindoshlar. Bu birinci bizniki aqida jihatdan tiklaydigan en güzel ruhi aqidamiz mushu bo'lishi kerak qarindoshlar. İkinci, bu inqilab ulug' bir ibodat bo'lgan ekan, inqilabga qatnashayotgan barliq qarindoshlarimizni o'zimizningki suyumlik bag'irdoshlarimiz, urug' tuqqanlarimiz, bizningki jangchilarimiz, bizning do'stlarimiz deb bilishimiz kerak qarindoshlar. Chunki mo'minlar bir tanga o'xshaydi dedi payg'ambar alayhisalom. Ular bir go'ya bir binoning xishiga o'xshaydi dedi. Bir insonning qo'li og'rib qolib qolsa butun badani og'riydi. Shuning o'xshash bizdan bir mo'min qarindoshimizga bir vabol yetsa, bizga ham vabol yetgandek biz his qilishimiz, ashunda tuyg'uda bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Şu vaqtida biz ichimizdagi fitna fasodchiliklarni, maynachiliklarni tugutalaymiz. Ammo lekin aytganda bizningki ko'z qarashlarimizningki, masala hal qilishimizningki bosqichlari tartibining o'xshash bo'lmasligi bir-birimizni dushman qilib qo'ysa bo'lmaydi qarindoshlar. Bizning dushmanimiz bir kim? Tajovuzchi Xitoylar. Xitoylar Allah'ın düşmanı, insaniyetinin düşmanı, tabiatının düşmanı, hayvanatlarının düşmanı, Uygur halkının düşmanı. Biz bir-birimiz bilan düşman emas. Belki bir düşmanga qarıştırıvatkan bir okopdagi hammamiz bir jangchilar. Allah'ın jangchilari biz qarindoshlar. Shuning uchun biz bir-birimizni düşman emas, suyumlik do'st deb bilishimiz kerak. Bu inqilobni bir ibodat deb bilishimiz kerak. Bu inqilobda erishmoqchi bo'lgan shon sharifimiz qiyomat kuni Allohning oldida mehribon Allah beradigan mukofot deb bilishimiz kerak. Shu vaqtida biz bu inqilobda çokum g'alabaga erishimiz. Allah'ın rahmeti, şefkati bütün musulmonlarning ustida bo'lsin, bechora Uyg'ur xalqimizning ustida bo'lsin. Xayr, assalomu alaykum va rahmatulloh. Pak yo'l jamoati, pak yo'l sadasi.